O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi arafasida Surxondaryo viloyatida aholi uchun qulay sharoitlar yaratish, hududlar infratuzilmasini yaxshilash va zamonaviy obyektlarni barpo etishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. Bugun Termiz shahrida jamoat transporti xizmatlari sifatini oshirish maqsadida 30 ta yangi zamonaviy avtobus yo'nalishlariga chiqarildi. Universal Elektrotexnik Servis mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan xarid qilingan Zongtong rusumli avtobuslar shahar yo'nalishlarida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish boshladi. Tadbirda Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ishtirok etib, yig'ilganlarni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Yangi avtobuslar aholiga yanada qulay va sifatli transport xizmati ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi. Avval xabar berilganidek, Termiz shahridagi Surxon sohili mahallasida namunaviy loyiha asosida avtomobil yo'li, velosiped va piyodalar yo'laklarini rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Loyiha doirasida 3 kilometrlik avtomobil yo'li, velosiped va piyodalar yo'laklari yangilandi. Hudud to'liq tungi yoritish tizimi bilan ta'minlandi. Mazkur obyekt mustaqillikning 35 yilligi arafasida foydalanishga topshirildi. Tadbirda viloyat hokimi, nuroniylar, faollar, soha mutasaddilari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Shundan so'ng Termiz tumanida Surxondaryo daryosi sohilida barpo etilayotgan Seoul Moon loyihasi doirasidagi qirg'oqni mustahkamlash ishlari ko'zdan kechirildi. Loyiha doirasida ko'p qavatli uy-joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, ko'ngilochar hamda dam olish maskanlarini barpo etish rejalashtirilgan. Shuningdek, o'tgan haftada berilgan topshiriqlar ijrosi hamda Navro'z mahallasida boshlangan Termiz ekoshahar loyihasining amalga oshirilishi yuzasidan axborot berildi. Surxondaryo viloyatida joriy yilda barcha dasturlar doirasida jami 955 ta obyektda qurilish-ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bu maqsadlar uchun davlat byudjetidan 4,1 trillion so'm mablag' yo'naltirilgan. Xususan, investitsiya dasturi doirasida belgilangan 170 ta obyektning 95 tasida ishlar yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Jumladan 440 kilometr avtomobil yo'li, 16 ta maktab, 8 ta maktab sport zali, 12 ta bog'cha va bitta oilaviy shifokorlik punkti foydalanishga qabul qilindi. Shuningdek, 693 kilometr elektr tarmog'i va 166 ta transformator punkti ta'mirlandi. 480 kilometr avtomobil yo'li va 84 kilometr piyodalar yo'lagi barpo etildi. 100 dan ortiq ko'chada 3,5 mingdan ziyod tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Hududlarda 9 ta suv inshooti, 290 kilometr ichimlik suvi va 7 kilometr oqova suv tarmoqlari qurildi. Natijada 98 ta mahalladagi 25 ming nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 55 ta mahalladagi 41 ming nafar aholining ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Shu bilan birga 1537 xonadonga mo'ljallangan 21 ta ko'p qavatli uy-joy foydalanishga topshirildi. Bugun Termiz shahri Manguzar mahallasida qad rostlagan Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Termiz filialining 504 o'rinli o'quv binosi, 222 o'rinli yotoqxonasi va sport zali tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, ta'lim sohasi mutasaddilari, faxriylar, nuroniylar, ustoz murabbiylar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabimiz 2026-2027 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni qabul qila boshladi. Bu maktabda aniq fanlar chuqurlashtirilib o'tiladi. Bu o'quv maskanida barcha pedagoglar tanlov asosida qabul qilinadi. Ushbu davlat maskanida o'zim ham tanlov asosida qabul qilindim va men bu imkoniyatdan juda ham xursandman. Video konferensiya aloqa orqali shahar va tumanlardagi yana 35 ta maktab hamda 13 ta bog'cha ham foydalanishga topshirildi. Natijada 11 ming nafar o'quvchi va 1500 nafar bog'cha tarbiyalanuvchisi uchun zamonaviy ta'lim-tarbiya sharoitlari yaratildi. Viloyat rahbari tadbir ishtirokchilarini bayram bilan tabriklab, aholi uchun qulay va zamonaviy infratuzilma yaratish ishlarini yanada jadallashtirish muhimligini ta'kidladi. Yil yakuniga qadar yana 202 ta mahalla infratuzilmasini yangilash, 100 dan ortiq obyekt hamda 10 ming xonadonga mo'ljallangan ko'p qavatli uy-joylarni foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Aholini sifatli, energiya tejamkor va barcha zarur infratuzilmaga ega turar joylar bilan ta'minlash borasidagi ishlar ham davom ettirilmoqda. Xususan, Termiz shahri Manguzar mahallasi hududida turar joylar, ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilmaviy obyektlarni o'z ichiga olgan yangi Termiz City majmuasi barpo etildi. Majmuaning birinchi bosqichi doirasida 5 ta blokdagi 544 ta xonadon foydalanishga topshirildi.
Tantanali tadbirda viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, nuroniylar, faxriylar, faollar, qurilish sohasi mutasaddilari, loyihani amalga oshirayotgan pudrat korxonalari rahbarlari hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mustaqillikning 35 yilligi arafasida foydalanishga topshirilgan ushbu xonadonlar yangi xonadon egalari uchun munosib bayram tuhfasi bo'ldi. Shundan so'ng Termiz shahridagi At-Termiziy ko'chasi Salomatlik va turizm ko'chasi sifatida yangilanib, foydalanishga topshirildi. Umumiy uzunligi 1,2 kilometr bo'lgan ko'cha bo'ylab mahalliy aholi va sayyohlarning harakatlanishi va hordiq chiqarishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Bugun shahrimizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib ko'zingiz quvonadi-da. Mana shu turgan joyimizdagi binolar bundan 50 yil, 60 yil oldin qurilgan 4 qavatli binolar bo'lib, juda bir qanaqandadir xarob holatlarga kelib yotibdi. Mana shu turgan yo'laklarimizda odamlar o'tib bo'lmasdi. Kimdir o'ziga yarasha bilmaydi, mayda do'konchalar, boshqa narsalar qurib olib, xalqqa xalaqit berardi. Bugun qarang, bugun Termiz shahri Janub Gavhariga aylandi-da. O'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmizki, qarang mana 4 qavatli binolar juda chiroyli qilib ta'mirlandi. Juda yaxshi bo'yoqlar qildi. Oldidan tadbirkorlar o'zlariga ishlaydigan do'konlarda ham juda chiroyli fasadlar qilindi. Mana yo'laklarni qarang. Odamlar bir tomonda hech kim bir-biriga xalaqit qilmaydi. Bizga o'xshagan keksalarni o'ylab mana kursilar qo'yib, chiqindilarni tashlaydigan joylari bor. Hammasi o'ylab qilingan narsada. Bugun qoyil qolmay ilojimiz yo'q. Yo'laklar chiroyli, yorug'lar qilingan, chiroqlar yoqilgan. Kechqurun bobolarimiz, buvilarimiz, momalarimiz nevaralarini olib bemalol shaharda aylanib, hordiq chiqarib yurishdi. Albatta buning uchun biz Prezidentimizga tashakkur aytamiz. Prezidentimizdan minnatdormiz. 60 ta ko'p qavatli turar joy va tadbirkorlik obyektining tashqi ko'rinishi zamonaviylashtirildi. Ko'chaga tutash ichki yo'llar to'liq asfaltlandi. Ko'p qavatli uy-joylar oldidagi bolalar maydonchalari ta'mirlandi va hududlar obodonlashtirildi. Viloyat hokimi ko'cha bo'ylab shahar mas'ullari, soha mutasaddilari va faollar bilan birgalikda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Mazkur turizm ko'chasi tunu kun faoliyat yuritib, aholi va tadbirkorlar uchun yanada qulay muhit yaratishi ko'zda tutilgan. Mustaqilligimizning bayrami arafasidan katta o'zgarishlar bo'lyapti. Mahallalarda, ko'chalarda obodonlashtirish ishlari juda ham keskin tarzda o'zgarish, yangilanishga olib boryapti. Yangi O'zbekistonimizda yangilanishlar juda ham ko'p bo'lyapti. Farzandlarimiz uchun, nevaralarimiz uchun sharoitlar juda ham yaxshi bo'lyapti. Shundan so'ng viloyat hokimiga Ekologiya vazirligi va O'rmon xo'jaligi agentligi mas'ullari Termiz shahri atrofi hamda Amudaryo sohilida yashil belbog' barpo etish, afg'on shamoli va chang to'zonlarning salbiy ta'sirini yumshatish, chiqindilarni boshqarish hamda ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarni taqdim qildi. Shuningdek, viloyatdagi o'rmon xo'jaliklari rahbarlari bilan vazifalar ijrosi va kelgusidagi rejalar muhokama qilindi. Termiz tumanida Islom taraqqiyot banki ishtirokidagi qishloq joylarini kompleks rivojlantirish loyihasining ikkinchi bosqichi doirasida Orol mahallasida amalga oshirilgan infratuzilma loyihalari ham foydalanishga topshirildi. Viloyat rahbari mahallada yaratilgan sharoitlar, ko'chalarni obodonlashtirish ishlari va yangi infratuzilma bilan tanishdi. Aholining aksariyati turkman millatiga mansub bo'lgan mahallada xonadonlar holidan xabar olinib, ularning urf-odatlari va hunarmandchilik namunalari bilan tanishildi. Mahallada loyiha doirasida umumiy qiymati 17,4 milliard so'm bo'lgan infratuzilma loyihalari amalga oshirildi. Jumladan 23,4 kilometr elektr tarmoqlari va 4 ta transformator punkti, 15,4 kilometr ichki yo'l, 29,1 kilometr ichimlik suvi tarmog'i, shuningdek sug'orish tizimi va 1,1 kilometr yo'l infratuzilmasi barpo etildi. Orol mahallasida 30-40 yildan beri suv yo'q edi. Mana prezidentimizga rahmat. Mana ichimlik suvlar keldi, ko'chalar asfalt bo'lyapti, istalobalar yangi bo'lindi, simlar yangi tortildi. Juda xursandmiz. Shuningdek, og'ir toifaga kiruvchi Jarqo'rg'on tumanining Navro'z va Qumqo'rg'on tumanining Bog'aro mahallalaridagi infratuzilma loyihalari ham foydalanishga topshirildi. Viloyat rahbari ushbu mahallalarda amalga oshirilgan ishlar bilan tanishib, aholi, nuroniylar va faollar bilan muloqot qildi. Mahallalarda infratuzilmaning yaxshilanishi aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish bilan birga kundalik hayotda sezilarli qulayliklarni ta'minlamoqda. Mustaqillikning 35 yilligi arafasida foydalanishga topshirilayotgan yangi obyektlar va yangilangan infratuzilma yurtdoshlarimiz uchun munosib bayram tuhfasi bo'lib xizmat qilmoqda.